Möhriddin oshbargazimi? Salom do'stlar, bu safargi ijodkor, insta bloger Qodir Tolipovni biz reklama narxini bilamiz. Videoni ko'rishdan avval bittadan like bosing va birgalikda bog'lanamiz do'stlar. Ketdik. Möhriddin! Ho, dada? Uyga kirib men tayyor. Nimaga, dada? Prosta mashina yo'qmi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bu Qodir Tolipovning komandasini admini nomerimi? Nima aka, nima xizmat? Aka, biz reklama masala bo'yicha telefon qilib turganda Instagramiga reklama Reklamasiga. do'konda yangi ochilyapti brend Bu qayerda aka? Vodiyda, Namanganda. Namanganga borib qilish kerak. Aha. Qarang aka, story 700, agar Namanganga pul soladigan bo'lsangiz 3000 borib kelsin. Ha, bor. Ssenariy hammasi ichida. Ha, Kamida qo'lni borib o'shada ishlab olib keldim. ha, komanda bilan kelinadi. Qo'lni. Qodir Tolipovni o'zim taklif qilsa-chi? O'zi bo'ladigan bo'lsa 1000 ga. $1000. Bo'ldi, tushunarli. Agar o'zingizlar profilingizga bo'lsa, o'ziga bo'lsa, masalan, obzorniy variant bo'lsa 800 ga beraman borib. Ha, bo'ldi, tushunarli. Asosiy profilga qo'yilmaydi, o'zingizlarga qo'yib, asosiydan repost qilib beradi. Ha, repost qilib tortib berishadi. Bo'ldi, ijodlarga omad tilaymiz do'stim. Xo'p, bo'ladi. Sog' bo'ling. Wow! Qarsillashga ishqibozman-da. Ana do'stlar, hammalaring guvohliginglarda reklama narxlarini bilib oldik. Sizlarda qanaqa fikr bor? Kommentariyaga yozib qoldiringlar. Biz Qodir Tolipovning komandasiga ham, o'zini ham ijodiga omad tilaymiz. Faqat insonlar kayfiyatini yuqori darajaga ko'tarib, yorib yurishaversin. Möhriddin osh markaziga ham omad tilaymiz. Hurmat bilan Kamina Yashnar sizlar bilan. Sog' bo'linglar.